Urgut tumani elektrosvet korxonasi bosh muhandisi Amol Ilhom bo'laman. Mana Ipakli mahallada hozirda 5406 transformatorimizga mukammal ta'minlash ishlarini olib boryapmiz. Shuningdek, yo'qotishlarni oldini olish maqsadida xalqqa elektr energiyani sifatli yetkazishlarni olib boryapmiz. Shuningdek, qizil va sariq toifadagi transformatorimiz, qizil toifadagi transformatorlar 81 ta, sariq toifadagi transformatorimiz 101 ta. Shularga hammasiga brigadalarni chiqarganmiz. Brigadalar bilan birgalikda ishlarni olib boryapmiz. Birgalikda hozirda Ipakli mahallaga mana ish jarayoni ketyapti.